Yüz Yilliq Marafon. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. Aptori Mايكىل Pillsbury. 5-bob. Amerika cho'ng shayton. Tuxumdan tuk undirish 36 tadbirdan. 2-qism. Xitayning yaqinqi zamon tarixida Amerika savdo, iqtisodiy hamkorlik, texnika yetkazish, diplomatiya, kultur va ma'rif almashtirish qatorliq vositalarni ishga solib, shundaqla demokratik islohotga majburlash orqali Sovet ittifoqini ichidan ojizlashtirishga uringan. Urushqoq bagliklar davrining tadbiri bo'yicha aytganda, u Sovet yoshlarni va g'oyichi, ya'ni idealistlarni chiroyliq hasal qutisi bilan aldab, ularni dushman bargoyida ixtilof terish uchun ishlatgan. Xitoy strategiyachilarining nazarida Amerikaning Sovetning xatoliqlaridan bu shaklda unumli foydalanishi siyosiy istibdod va nayrangvozlikning yuqori pallasi bo'lib, Xitoylar Amerika o'ziga o'xshash taktikani ishlatganda ularning damiga tushmaslikka qasamyod qilishgan edi. 2013-yili Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Davlat mudofaa universiteti. Bu Amerikadagi g'arbiy nuqta, ya'ni West Point harbiy maktabiga to'g'ri keladi. Tvissiz raqobat degan mavzuda 90 minutlik bir film ishladi. Bu filmda Amerikaning Xitoy jamiyatiga singib kirish, Xitoyni malumlashtirish urinishlari, shundaqla bir kommunizm davlatini og'dirish uchun menga yo'yg'ichi siyosiyonlarni ishga solayotganligi bayon qilingan. Mazkur filmda aytilgan bu ishlarni vujudga chiqarish uchun kuchayotgan Amerikadagi bosh jinoyatchilar, Fulbright o'qish mukofoti, Ford fondi, Carter markazi, Birlashma harbiy manevr va Amerika-Xitoy sarxillarni bir-birining ta'siriga uchirtadigan boshqa mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Filmda deyilishicha, Xitoy qattiq ehtiyot qilib, eng kichik tafsilotlarni nazardan saqit qilmasa, shundaqla qudratlik siyosiy va ideologiyalik mudofaa sepi barpo qilsalar, Sovet ittifoqini ag'dirib o'tgan atalmish demokratik kuchlarni to'sib qola oladi. Halbuki Amerika Xitoyni g'ulitishga urinyotadi. Xitoy so'g'uq munosabatlar urushiga doir tarixni qayta yozib chiqqan bo'lib, ular Amerika bilan Sovet o'rtasidagi bu necha 10 yilga so'zilgan tirkishishni Amerikaning dunyoga xo'ja bo'lish plani deb sifatlagan edi. Xitoyda ishlangan, Beijing tarafidan tasdiqlanib, 2013-yili oktyabrda qo'yilishga boshlagan bir qancha filmlik televiziya teatrida Reagan davrida Sovet ittifoqining parchalanishi Amerikaning quvliqining mahsuli deyilgan. Mazkur filmda Sovet ittifoqi izchil deyilib kelganidek, kommunistik davlatlar o'zini qamday olmas bo'lib qolganligi uchun parchalangan emas, aksicha Amerika maqsadli holda Sovet ittifoqini oldigan va uni g'ulitib o'tgan. Albatta, Xitoy Kompartiyasi tuzgan rasmiy Amerika-Xitoy tarixini sepi o'zidan to'qilma deyishga bo'ladi. Amaliyotda John Taylor tuzgan Wangxia shartnomasi Xitoyga foydali bo'lib, bu shartnoma orqali Amerika bilan Xitoy orasida rasmiy diplomatik munosabat o'rnatilgan. Xitoy portlariga eng manfaatdor davlat muomalasi berilgan. Shundaqla Amerikaning Xitoycha o'rganish haqidagi cheklama bekor qilingan edi. Abraham Lincolnning hayoti bo'yicha Xitoy haqida o'ylanishga biror 2 minutmi vaqt chiqmagan bo'lishi mumkin.
Shundaqla Lincolnning elchisi Anson Burlingame tarafidan tuzilgan kelishimmi Xitoyga foydali edi. Mazkur kelishimda Xitoyning Yevropadagi davlatlarning tahdidiga uchragan egilik huquqi e'tirof qilingan. Shundaqla tajovuz va uqishmaslikni tugutish uchun bugungi to'qinish qiziq liniyasiga barobar keladigan bir mexanizm o'ttirg'i qo'yilgan. Yig'i tuan qo'zg'aling'i mezgilida bo'lsa, Amerika chet el askarlarining zo'rliq zo'mburliq qilishini cheklaydigan rahbar edi. Woodrow Wilson Qingdao'ni Xitoyga qaytarib berishni o'zining Versaldagi eng muhim vazifalarining biri qilib bekitgan va oxirida mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, buning uchun tinim topmay kuchigan. G'arb tadqiqotchilariga ko'ra, Wilson Yaponiyaning tinchlik yig'indan chekinish mumkinchiligiga qaramay, Xitoyning besib olingan ziminlarini o'ziga qaytarib berish uchun butun kuchini sarf qilgan va Yaponiyadan besib olgan Xitoy ziminlarini qaytarib berish haqida va'da olgan. Halbuki keyin Yaponiya bu va'dasiga vafo qilmagan. Xitoyni bo'ysundirishga urinish bir yoqda tursin. Franklin Roosevelt Amerikaning yordami Tinch okeandagi urushga aralashish va Yaponiyaga urush e'lon qilish orqali Xitoyni qutqizib qolgan. Richard Nixon hech qachon o'zi Xitoyga sungan taklifini atom urushiga sabab bo'ladi deb o'ylab baxmagan. Shundaqla Tiananmen maydonidagi qarshilik harakati Amerika Xitoyni halok qilish uchun planlangan ish emas, balki Xitoydagi o'quvchilarning Xitoyni texmi yaxshi qilib qurib chiqish urinishining mahsuli edi. Xitoy rahbarlari Amerika Xitoy munosabatiga doir to'g'ri tarix bilan uchrashib baxmagan bo'lg'achqa, Xitoy yozuvchilari 2012-yili iyunda Beijingdagi hamma kishining Barack Obamaning Xitoyga qarshi atalmish maxfiy planidan xabari borligi to'g'risida meni ogohlantirganda ancha hayron qolmagan edim. Amerika tarixini haqiqiy yaxshi biladigan Xitoy tadqiqotchilari va amaldorlari hukumat liniyasini qarog'ulachi taqlid qilgudek darajada hamoqat emas. Ular Amerikaga qarshi bu xil ko'z qarashlarni amerikalik ziyoratchilarga kamdan kam bildirdi. Ular qasdan samimiyatsiz bo'lib olgan emas, balki ular o'zlari cho'qim o'rganmasa bo'lmaydigan, ya'ni burmalangan tarixdan nomus qiladi. 2013-yil kuzda Beijingga qilgan safarimda bir professordan u dars qilib o'tayotgan ba'zi kitoblar to'g'risida savol so'rdim. U mening allaqachon shu darslik kitoblarning va uning o'qish programmasining ko'paytirilgan nusxasini qo'lga tushirganligimdan bexabar edi. Qarang, men uningga qiziqyapmanki, kitobingizda Pillsbury Taylor, Wilson va Lincolnga texmi aniqroq qilib aytganda, ularning razil Xitoy siyosatiga aloqador nurg'un gaplar barkan, dedim men. U kekashligan, chiroyda qandidor qolmagan holda aralla qarang. Biz yaqinda Amerika arxivlaridagi ba'zi hujjatlarni qo'lga tushirgandik, deyaladi. Buningdan xabarim bor. Men u hujjatlarni ko'rib chiqdim, lekin men Amerikadagi darslik kitoblarda bu xil Xitoyga qarshi siyosatlar to'g'risida hech narsa uchratmadim. Amaliyotda bu hujjatlardan ayni vaqtda bizning Xitoyga qarshi emas, balki to'limi Xitoyparast ekanligimiz chiqib turdi. Agar xato ismda tutib olmaganli bo'lsam, Amerikani qurgan davlat atalaridan Ben Franklin bo'libmi Thomas Jefferson Xitoyning sistemasiga maftun edi, dedim men. U darizdan sirtqa qarab, singan, o'zining tanqisligini tushundirib, darslik materiallarni men tanlamayman.
Fakultetimizdagilarning hammasi partiya a'zosi. Shundaqla markaziy komitet biz uchun arxiv turg'izgan. Tasdiqlatishdan o'tgan o'qitish materiallaridan chetnab ketibli qolsaq, kasbiy hayotimizning oxirlashqini shu dedi. Men tushunganligimni ifodalab kulimsirdim va demak, bu qaror maosh darajangizga asosan chiqarildi ekanda deb so'radim. Shundoq dedi u. Men shu haftasi yana mashhur Amerika tadqiqoti institutini kamida 15 qitim ziyorat qildim. Mazkur institut o'zining ana organi bo'lgan Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining 15 qavatlik beton binosiga sig'mog'idek darajada cho'ng bo'lg'achqa. U yerdan 3 mil yiroqlikda ayrim binosi bor edi. Men Amerika elchixonasidagi bir bo'lik vakillar bilan birga bu yerga bordim. Bu yer yeshilliq va beton to'siqlar bilan qo'rshalgan edi. Ular bizni 5-qavatda kutib turgan ekan. Baxtga qarshi lift to'xtab qolg'achqa biz palampay bilan chiqishga majbur bo'ldik. Bu oramizdagi yoshqi cho'ngroqlarni xeyli holsirtib qo'ydi. 5-qavatga chiqqandan keyin biz chiroqlari pildirlab turgan koridorda oldi-keyni bir sap bo'lib mangdiq. Men to'pchang basqan. Shundaqla g'uva bu koridorda mang'ach. Amerika strategiyasi tadqiqot bo'limi, davlat ichi siyosati bo'limi va chet el siyosati bo'limi qatorliq har qaysi bo'limlarning eshiklarida yanala belgilar borligini ko'rdim. Biz ko'rishadigan uyga yetib kelganda bizni 16 nafar Xitoy tadqiqotchi kutib oldi. Ularning ko'pinchisi 40-50 yoshlarda edi. Ularning hammasi Amerikada magistrlikda o'qiyotgan chog'lardagidek odatdagi Amerikacha kiyim kiyib olgan edi. Ularning mudiri London iqtisod institutida doktorlik unvoni olgan Huang Ping hammalarni qarshi oldi va yig'inni boshladi. Alaizal 20 minutdan keyin men Xitoyning Amerikani qandaq sifatlab kelganligi to'g'risida ba'zi savollarni o'ttirg'a qo'ydim. Kasbdoshlar, men shuncha ko'p jafoliq izlanishdan keyin Xitoydagi tadqiqotchilarning o'z kitoblarida Amerikaning Xitoy taraqqiyotiga qo'shgan to'hfasi haqida biror qitimmi ijobiy gap qilib baqqanligini ko'rmadim. Yaqinda men g'arbliklarning Xitoyga qandaq to'hfalarni qo'shganligiga doir nihoyat esil bir tarixiy kitobni ko'rib chiqdim. Bu Yale universitetidagi Jonathan Spence yozgan Xitoyni o'zgartirish uchun degan kitobdir. Bu kitobda Xitoyga yordam qilgan din tarqatquchilar, Rockefeller fondining yordamlari, Amerikaning Yixotan qo'zg'olondan olgan to'lam puli orqali Xitoyning MITC, ya'ni Tsinghua universitetini qanday qurib chiqqanligi bayon qilinibdi. Bu yerda 20 kishi o'ltiribsizlar. Aranglarda birərsіңlər Xitayning Amerikaning o'ziga qilgan yordamlari uchun minnatdorlik bildirganlikka so'zlangan birər parcha maqolni ko'rib baqdinglarmi? Xitoy boshdan kechirgan bir asrlik xorliq davomida Amerikaning Xitoyga yordam qilganligi so'zlangan birər parcha darslik kitob yoki maqola bormi? Mutaxassislarimizning Xitoy iqtisodining 1978 yildan keyingi eshish nisbatining 20 Amerikaning Xitoyni mablag' selishga mos keladigan joy deb e'tirof qilganligidan bo'lgan degan ko'z qarashi haqida qalam tavratganlar bormi? Amerikaning tamojna bejini tuvallatib berganligi, shundaqla bankchilik, ilm-fan va dengiz ishlari sohasida Xitoyga yetakchilik qilganligi to'g'risida-chu.
Mən Xitaydakı birər parça dərslik kitabda bularning e'tirof qilinganligini ko'rmadim. Ba'zi narsalarni ko'rmay qolgan bo'lishim tabiiy. Manga bu haqda birər o'rnak ko'rsatalaydiganlar bormi? Arqadınla yig'in zalini o'ng'aysiz sukunat qapladi. Xitoy kasbdoshlarimiz tanqisliq ilkida bir-biriga qarshadi. Bir Xitoy tadqiqotchi samimiylik bilan Amerikada o'qiyotgan vaqtlarimizda sizlarning bizga yordam qilganliginglar to'g'risidagi voqealarni o'rgangan edik. Lekin bizning tasdiqdan o'tgan kitoblarimizda bu mazmunlar yo'q dedi. Bu yig'inning sirtida mana prezident Bush va Obamaning Xitoyni qo'rshash va qamal qilish planlari bayon qilingan kitob maqolalar berildi. Bu planlar Xitoyning dengiz osti boyliqlarini bulang-talang qilish, uning dengiz qatnash yo'lini uzib tashlash, Xitoy zaminini parchalash, Xitoyning ichki qismidagi hokimiyatga qarshi kuchlarni qo'llash, qalaymaqonchilik, ichki urush va terrorizmga kuch kiritish, Xitoyga aviamatkadan zarba berish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy rahbarlarining o'tmishga bo'lgan ko'z qarshiga o'xshash, ularning kelgusi haqidagi ko'z qarashlarining eng qo'rqinchli yeri. Ularning Amerika haqida buncha ko'p yolg'on yovdaqlarni to'qib chiqqanligi emas, balki ularning o'zlari to'qib chiqqan yolg'on yovdaqlarga rostli ishondiganligidir. Aldı bilan mencha Xitoydagi aqli hushi joyida har qanday bir odamning Jon Taylordan Barack Obamagacha bo'lgan barliq Amerika prezidentlarining urushqoq bagliklar davridagi hokimiyat tutish mezonlarini o'rganganligiga va ancha tunilmagan bu ideyalardan foydalanib Xitoyni tizginlamoqchi bo'lganligiga ishonishi mumkin emas. Lekin men Xitoydagi nurg'un kishilarning, ya'ni urushqoq bagliklar davriga oid bu ibratlik so'zlarni chin haqiqat deb qaraydiganligini bayqadim. Ular Amerikaning dunyodagi eng kuchli davlat ekanligini biladi. Shundaqla ular Amerika urushqoq bagliklar davridagi zo'migar davlatlarga o'xshash shaxsiyatchilik, ko'ranglik va rayimsizlik yo'lini tutadi deb faraz qilishadi. Amerika iqtisod va bexatarlik tekshirish komitetining 2002-yildagi dokladida deyilganidek, Xitoy rahbarlari izchil holda Amerikaga zo'migar deb ta'bir berib keldi. Bu ularning Amerikani ojizlarni bo'zaq qiladigan zo'ravon, ya'ni o'zining eng cho'ng raqibi deb qaraydiganligidan derak berdi. Mazkur komitetning dokladida yana shunday deyilgan. Xitoy an'anasiga ko'ra, Xitoylar faqat o'zi bilan orasida kuchli dushmanlik bor davlatnilar zo'migar deb ataydi. Xitoy rahbarlari har doim demokratlashish to'niga o'rnab oladigan zo'ravonlik siyosatining Amerikani harakatlantirayotgan negizlik omil ekanligiga ishonadi. Xitoyning strategik mo'lchiriga va Amerikani Xitoy xalqiga xunuklashtirib ko'rsatishiga, Amerikachi demokratik liberalizmni, Amerikaning Osiyo atrofidagi mavjudligini va kuch o'rinlashtirmasini, Xitoy kompartiyasining siyosiy kuch monopolligiga nisbatan tahdid deb qarash sababli bo'lgan. Xitoy Amerikaning chet ellardagi ishlarga aralashishini bu boshqalar uchun qanchalik foydali bo'lishidan qat'iy nazar bu xil qarashning dalili sifatida ko'rsatdi. Amerika iqtisod va bexatarlik tekshirish komitetining bayqig'inidek, Amerika Xitoyning Belgraddagi elchixonasini bombardimon qilganligi sababli Beijing Amerikani natsist Germaniyasiga o'xshatgan. Xitoy Amerikaning Bosniya va Kosovo to'qinishiga aralashishni
o'zining Yevropadagi hukmronligini saqlash uchun deb sharhlagan. Xitoy Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining zo'raytilishiga Xitoyni tizginlash va qo'rshash urinishi deb ta'bir berdi. Xitoy Amerikaning boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasini taraqqiy qildirishini, keng ko'lamlik vayron qilg'uch qurollarning ko'payishiga hassa qo'shqanlik deb tanqidlaydi. Qisqasi, Xitoy rahbarlari Amerikaning 150 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyni bo'ysundirish ko'yida yurganligiga ishonadi. Shundaqla Xitoyning plani qo'lidan keladiganligi ishni qilib, bizga bo'ysunishning o'rniga bizni bo'ysundirishdir. Xitoy rahbarlari xalqaro muhitning tegi-taktidan aytganda nol yig'indichilik, ya'ni bu qo'rshash shaxmat nazariyasidagi bir uqum bo'lib, bu uqumga ko'ra keskin raqobat ostida raqobatchilardan birining manfaatga erishishi cho'qim. Yana bir tarafning ziyon tortishidan derak berdi. Raqobat ichidagi har qaysi tarafning umumiy foyda ziyon yig'indisi mangu nol bo'ladi. Demak, bu xil munosabatda ikki tarafning haqiqiy ma'noda hamkorlashishi mumkin emas ekanligiga ishonadi. Shundaqla John Taylor davridan boshlabla Xitoyga o'ch, Amerika jahongirlari Xitoyga rahm qilmagandek, Xitoymo Amerikaga qat'iy rahm qilmaslikni planlayotdi. Xitoy rahbarlari o'zlarining xato ko'z qarashlariga asosan harakat qilishga tayyorlanmagan bo'lsa edi. Xitoyning Amerika haqidagi ko'z qarashi buncha bosh og'ritmagan bo'ladi. Gerçi Xitoy bir qarashda Amerika bilan tirkishishga tayyorlanayotgandek ko'rinmasimi? Lekin ochiq reallik shuki, Xitoy rahbarlari Amerikani o'zlari utib chiqishni planlayotgan xalqaro tirkishdagi dushmani deb qaraydi. Ularning Xitoy Amerika munosabati haqidagi bu xil tonishi Xitoyning nemishqa Amerikaning kuchini xo'rtish uchun takrar Amerikaning dushmanlariga, bo'libmi Amerikaning terrorizmga qarshi urushlarda yordam qiladiganligini tushuntirib beralaydi. Masalan, 11 sentabr hujumidan keyin Xitoy hukumati 5 burjak bino harakatda mavzuliq bir film ishlab, Saddam Husaynni hikmat sohibi qilib sifatlab, Amerikani bo'lsa iqtisod va bexatarlik tekshirish komitetining aytganidek hukmronlik o'rni va ko'rangligi xirisga uchirgan. Mas'uliyatsiz harbiy o'ch ilish harakatlariga mabdum bo'lib qolgan, yaralangan zo'migar qilib sifatlagan. Xitoy qattiq qo'llarining Deng Xiaopingga Amerikaning obrazini xunuklashtirish harakati qo'zg'ash to'g'risida bergan taklifi asosan utuqliq bo'ldi. U Deng Xiaopingning Xitoyning qadimki zo'migar davlatga tutgan an'anaviy maydoniga bakli moyil bo'lib ketdi. Deng Xiaoping davlat ichi va sirtidagi vaziyatni mo'lcharladi. U Xitoy bilan Amerika orasidagi 1969-yildan 1989-yilgacha davomlashgan 20 yillik do'stona munosabatni bir yoqqa cho'ribatdi. Lekin u bu haqda Amerika hukumatini ogohlantirmadi va cho'chitib. U endi o'z chegarasi bo'yidagi 1 million sovet askarining tahdidiga taqobil turish uchun boshqa turmasimi bo'ladi. Amerika tarafda bo'lsa, istixborot sohasidagilarning ichida Xitoy rahbarlari o'zlarining Amerika to'g'risida da'vatgan gaplariga rostli ishonadi degan qarashdagilar to'limi oz edi. Washingtonda hech kim Amerikaga qarshi bu hayajonliq nutqlarga astoydil muomala qilmagan edi. Oshkora so'rinlarda
bu haqda to'xtaladigan g'arb rahbarlarımı az idi. Ularning ko'pinchisi bu ishlarga diqqatmi qilmagan edi. Shu sababdan Amerika nomardlik qildi degan bu qarashga hech qanday radiya berilmadi. Bu ishni o'tirg'a chiqargan az bir qism kishilarga bu faqat Xitoydagi oz sondagi ikkilamchi qattiq qo'llarning ko'z qarashi deyildi. Xitoy rahbarlari necha 10 yildan buyon davlat ichi va xalqarodagi Xitoyga aloqador siyosiy bas-munozirlarni kontrol qilishga urinib keldi. Ular bu nishonini ishga oshirish uchun texmi cho'nqurlab Xitoy va Xitoy hukumati to'g'risidagi ko'z qarashlarga ta'sir ko'rsatish uchun uchur ishlab chiqaradigan sistema barpo qildi. Buning ko'pinchisi raqibi Amerikani aldab, o'zining qad ko'tarishi va oxirida Amerikadan eshib ketish uchun yordam qilg'izishga ishlatiladi. Xitoy rahbarlari 1995-yildan boshlab 100 yilliq marafonda g'alaba qozonishda chet el taratqullaridagi Xitoyga aloqador ko'z qarashlarni tizginlash uchun kuchlik tashviqot sistemasiga tayinish kerakligini to'nib yetgan edi. Buning tannarxi to'lim yuqori edi. Ammo ishmo eng halqiliq bosqichga kelib qolgan edi. Xitoy rahbarlari Amerikaga ishonmayli qolmasdan, Amerika taratqullariga ishonmaydi. Xitoy 2013-yilning oxirida 20 dan ko'proq jurnalistni Xitoydan chiqarib etishni planladi. Bu jurnalistlarning ko'pinchisi Xitoy hokimiyatini norozi qiladigan ishlarni qilmagan edi. Lekin ular New York vaqt gazeti va Pillsbury agentligiga o'xshash xo'jayinlarning atalmish jinoyatlari uchun jazolangan edi. Pillsbury agentligi 2012-yil iyunda Xitoy raisi Xi Jinpingning tuqqanlarining qanchalik mal dunyo to'plab bo'lganligiga doir bir maqola e'lon qildi. New York vaqt gazetimi shu yili 10-oyda shu vaqtdagi Xitoy bosh ministri Wen Jiabaoning to'plagan boyliqlari haqida xabar berdi. Shuningga ulapla New York vaqt gazetining igidorchiligidagi Xitoycha nashr qilingan to'r jurnalda J.P. Morgan Wen Jiabaoning qiziga bergan maxfiy maslahat berish haqqi to'g'risida bir maqola e'lon qilindi. Xitoy buning qisos sifatida Pillsbury va New York vaqt gazetining to'r betlarini Xitoyda echilmas qilib etdi. Xitoy hukumati amerikalik jurnalistlarni Xitoy xalqi orasiga ixtilof selish va Xitoyning yo'lliq qad ko'tarishiga to'sqinlik qilish uchun kelgan bir talay amerikaliklarning eng oxirgilari deb qaragan bo'lsa kerak. Amdilikda Xitoy sarxillari orasida o'lchamga aylangan bu xil tafakkur odamni hang-tang qoldirgudek darajada umumlashdi. Xitoyda ta'sir kuchga ega strategiyachi va Xitoy davlat mudofaa universitetining professori Dayshu Amerika boshchilig'idagilarning suiqasdlari to'g'risida izchil davron selib kelyotdi. Agar Xitoy hukumati hech bo'lmaganda bu davronlarga sukut qilib turib bermasa, Dayshuning bu xil gap so'zlarni qila olishi mumkin emas. Masalan, u 2013-yili Amerikani Shanxayda H7N9 qush zukumi virusini tarqitish orqali Xitoyga qarshi biopsixologiyalik urush qo'zg'adi deb aybladi. U yana doim Amerika dunyo nufusining 20%ni azaytib, Xitoyning sanoatini maxfiy tizginlamoqchi va Xitoyni bir qancha davlat qilib parchalab etmoqchi degan gapni deb yurdi. Amerika hukumati Xitoyning boshdan oxir tarixdan bugungacha o'zini razil dushman deb qarab kelganligini to'nib yetolmadi. Amerika iqtisod
va bexatarlik tekshirish komiteti 2004-yili Xitoyning yillar mobaynidagi Amerikaga aloqador dokladlardagi uchurlar va so'z urani haqida amaliy paketlar bilan ta'minlash uchun Maryland universiteti bilan hamkorlashib bir tadqiqot temasini ishlagan edi. Buning natijasida mazkur komitet Amerika hukumatining Xitoylarning maqolalari va bayonotlarini to'plash, tarjima qilish va tahlil qilish uchun yetarli kuch sarf qilmaganligini, natijada Xitoy rahbarlari va Xitoy xalqining Amerikaga bo'lgan tushunchasi haqida tonishining yetarsiz bo'lib qolganligini bayqagan. Xitoydagi ta'sir kuchga ega qattiq qo'llar, odatdagi gumondorlar degan Amerika filmini faqat ko'rib boqmagan bo'lishi mumkin. Bu filmda Kevin Spacey rolini olgan qabi bir talant egisi, yavaş, meyip, divan birning siyoqiga kirib, hammalarni oldi etdi. Xitoy qattiq qo'llari mazkur filmdagi eng cho'ng mikr, kishilarga mikr ishlatkuchining mavjudligini unutiltirib etishdir degan so'zni cho'qim yoqtirib qolgan bo'ladi. Xitoy qattiq qo'llari Xitoyning Amerika obrazini xunuklashtirish harakatini yoshirishga urindi. Xitoy Amerika mablag'idan, Amerika bilan bo'lgan tijoratdan, Amerika ma'rifidan keladigan manfaatga, shundaqla Washingtonning Xitoyning qad ko'tarishiga sipoyilik bilan yo'l qo'yishiga erishmoqchi. Shuning uchun ular Amerika va boshqa ellarga o'zining do'stona yuzini ko'rsatishga muhtoj. Halbuki Xitoy qattiq qo'llarining yana bir strategik nishoni Amerika hukumatining yuziga qor surkab, kelgusi bir avlod Xitoy puhralari, harbiy ofitserlar va siyosiy rahbarlarning Amerikacha hukumat qurib chiqish to'g'risidagi har qanday taklif, tashabbuslarni o'tirg'a qo'yishining oldini olishdak turdi. Xitoy qattiq qo'llari Amerikacha erkin bozor egiligi va saylamning umumlashishidan qo'rqidi. Albatta, Amerikada fan texnika, savdo boshqarish va siyosiy jihatda bexatar boshqa kasblarni o'qishga bo'ladi. Navbatda Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining soni 240 mingga yetdi. Xitoy qattiq qo'llari Xitoyning ichki qismida Amerikacha siyosiy model barpo qilish targ'ibotlarining o'ttirg'i chiqish ehtimolliklarini tal-to'kis yo'qotishning amalini topdiq deb qaraydi. Bu amal shuki, Xitoy mo'tadillaridan bundaq bir obraz xunuklashtirish plani borligini inkor qilishni talab qilish. Andan Amerikaning bu ishini ko'ptirib etmaslikni, o'ttirg'i so'rab chiqmaslikni umid qilish. Davomi bor.